alaykum hurmatli muxlislar. Bu kanalda sizlar bilan yana Lobar Oltinbek qizi. Hurmatli muxlislar, har doimgidek talablaringizga binoan pullar haqida texnikalar. Bu hozirgi texnika emas, balkim texnikadir. Bilmayman nima, lekin ajoyib bir narsa. Ya'ni qanchalik pulga ochiqsiz, nima qilsangiz o'sha pullar sohibi bo'lasiz. Bu narsa 3 ta etapdan iborat, ya'ni 3 ta bosqichdan. Bu juda ham oson. Hozir bajarishingiz ham mumkin. Keyin ko'rasiz natijasini. O'tiring. Albatta shart emas men o'tirgan pozada o'tirish. O'zingizni bo'sh qo'ying, ko'zlaringizni yuming. Tasavvur qiling, siz bilmagan davlatda, siz balkim orzu qilgan davlatda, shaharda bo'lib qoldingiz. Hozir shu paytda siz bilan, ya'ni sizning qo'lingizda qancha pul bor? Buni o'ylamang. Ko'zlaringizni yuming. Qaysi davlatda bo'lishni xohlaysiz? O'sha davlatdasiz siz. Qancha pulingiz siz bilan? Ya'ni sizda qancha pul bor qo'lingizda? Birinchi kelgan o'sha kallangizga kelgan fikr o'sha summa. Bu bilan izlanish kerak emas. Qancha bo'lish kerak, buncha. Prosta sen hozir o'sha sen xohlagan davlatda, shahardasan. Sen bilan qancha pul? Ya'ni sening qo'lingda qancha pul? Ana o'sha sizning oylik daromadingizdan katta pul bo'lsa, demak siz ochilibsiz. Sizning oylik daromadingizdan, ya'ni siz bir oyda qancha daromad olasiz, o'shandan o'sha ya'ni oshganini, ya'ni o'sha ko'proq pullariga ochilganingizni o'sha bilasiz. Agarda sizda unda xuddi oyligingizdek yoki undan past summa miyangizga kelgan bo'lsa, demak siz xohlagan katta pullarga hozircha ochiq emassiz. Shoshmang azizlarim, xafa ham bo'lmang. Hozir bilib olasiz. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, eshitsangiz, albatta bilib olasiz. Nima qilsangiz siz xohlagan katta summa pullarga ega bo'lishingizni. Kelishdingmi? Endi ikkinchisi, ko'zlaringizni yumasiz bu safar ham. Ko'zlaringizni yumdingiz. Mening pullarim degan so'zni ichingizda aytasiz. Ko'z oldingizga qanday pullar keldi? Koshelokda, shunchaki yoki kartada, yoki shunday pullarning ko'rinishi ko'pmi, kammi, qanday ko'rinish berdi? Mening pullarim deganda. Agar o'sha sizni quvontira olsa, ko'zlaringizni, qalbingizni, sizning tasavvuringizga kelgan pullar, demak pullarga ochiqsiz. Agar sizning tasavvuringizga hech qanaqangi raqamlar, hech qanaqa pullar ko'rinmasa, yo ko'ringanda ham kam, koshelokda kam pul yoki o'sha kartada raqamlarda kam seni qoniqtirmaydigan, demak bu hozir yana sen katta summalarga tayyor emasligingdan dalolat. Endi esa azizlarim, oxirgisiga keldik. Bu nima deydi? Hozir diqqat bilan eshiting. Diqqat bilan azizlarim, agar
tushunmay qolsangiz qaytadan eshiting. Toki tushunib anglamaguningizcha qayta eshitishingizni sizga maslahat beraman. Bu yerda hozir men aytadigan gaplarni ko'pchilik anglay olmasligi mumkin. O'shaning uchun azizlar, qayta eshiting mana shu joyni. Bo'lmasam, diqqat bilan eshitsangiz, albatta siz anglaysiz. Endi esa uchinchisi, siz tasavvur qilasiz. Ikkita kursini. Bitta kursida siz, ikkinchi kursida esa pul. Ya'ni siz ikkita kursidasiz. Ya'ni siz pulsiz. O'sha katta million dollar, katta pullar sizsiz. Endi o'sha sizsiz. Ikkinchi haqiqiy siz, ya'ni o'sha katta pullarni xohlaydigan, ega bo'lishni xohlaydigan inson. Sizni o'sha siz ikkinchisi. O'sha ikkovi ham sizsiz. Endi mana bu siz pulsiz. Katta pulsiz. Boyagi ikkinchi siz muhtoj, o'sha pullarni egasi bo'lishni xohlaydigan o'sha ikkinchi sizga o'sha borishingiz, o'shaniki bo'lishingiz, siz pulsiz. O'shaniki bo'lishingiz uchun o'sha boyagi siz, ya'ni o'sha pullarni xohlaydigan siz nima qilish kerak? Nima qilish kerakki, ana o'sha boyagi pul siz o'shanga o'sha paytda senga keladigan fikrni aytishing kerak. O'shani qilsang, o'shani bajarsa, men o'shaniki bo'laman deb. Ana o'shanda siz o'sha narsani bajarasiz. Keyin albatta o'sha pullar keladi. Tushundingizmi? Mana yana bir marta xuddi shu narsani sahnani men sizlarga o'zimda aytib beraman. Men xohlaydigan katta pul. Yana bitta men. Ya'ni o'sha pullarni ega bo'lish xohishi bor yana bitta men. Endi mana bu men pul. O'sha ikkinchi boyagi lobar, mana shu katta, mana shu menga, mana shu pullar, men esa pulman-ku. Ega, o'shaniki bo'lishim uchun u nima qilish kerak? Ya'ni men. Ana o'sha sen pullarga fikr kelganda, ana o'shani sen qilganingda, ana o'shanda senda pullar bo'ladi. O'zimda o'sha narsani sizga aytaman. Xuddi mana shu narsani, sizlarga aytayotgan narsani o'zim shuni bajarganimda, o'sha ikkita kursi, katta pullar ham men. Tasavvur qilyapman, katta pullar men. O'sha pullarga ega bo'lishni xohlaydigan yana bitta men. Endi men pullar meni xohlaydigan ikkinchi menga, meni o'sha ikkinchi meniki bo'lishim uchun nima qilish kerak? Ikkinchi men. O'shanda menga, o'sha men pulga shunday
fikr keldi. Ozod bo'lib, prosta hayotdan zavqlanib yashasang. Prosta o'shanda bu juda oson-ku. Hayotdan prosta zavqlanib yashasam bo'ldi ekan. Demak, o'sha pullar meniki bo'lar ekan. Prosta bu oson. Ana o'shanday narsa, ana o'shanday zavqlanib hayotdan o'ynab, kulib, faqat mana o'sha narsani tanladim, shunday yashashni boshladim. Pullar esa o'z-o'zidan kelishni boshladi. Azizlarim, bilmayman endi sizga qanday fikr keladi? Qandaydir bir g'oya kelar. Xuddi menikiday emasdir. Bu agar hozir shunday bo'lib keladi, o'zingizdan o'zingiz mendan hozir ko'chirib oladigan bo'lsangiz, bu noto'g'ri bo'ladi. U o'z-o'zidan keladi. Men nima qilsam, menga o'sha pullar keladi. Agar tushunmagan bo'lsangiz, qayta ko'ring, eshiting. Albatta tushunasiz. Men ham boshida bu narsani tushunmagandim. Boshlam olib ketgandim. Tushunasiz, azizlarim. Agar mana o'sha sizning yo'lingiz bo'lsa, pullar ochilishiga, demak, bu video siz uchun. Azizlarim, like qo'ying agar sizlarga ma'qul bo'lsa. A'zo bo'ling kanalimga, yana o'sha boshqa texnikalarni, meditatsiyalarni, boshqa ma'lumotlardan bilan xabardor bo'lishingizni xohlasangiz. Salomat bo'ling, sog' bo'ling. Barchangizga o'zimni g'oyibona muhabbatimni yo'llab qolaman.